Asmo korxonasini showroomini ochilish munosabati bilan chet eldan hamkorlarimiz keldi va ushbu showroomda qanaqangi mahsulotlar borligini ko'rib chiqamiz. Showroomimizda har xil uskunalar ishlab chiqarish uchun kerak bo'ladigan dastgohlar bor. Hozir bu yerda mana bu joyda vishka tikuv mashinamiz ishlab turibdi. Bu Asmo brend asosida va bundan tashqari Simsim brend asosida, Soft Art brend asosida vishka stanoylarni Xitoy davlatidan zakazga qarab olib keltirib beramiz. Hozirgi kunda juda ko'pchilik Soft Art brendidagi vishka tikuv mashinamizni xarid qilyapti. Ushbu vishka tikuv mashinamizni nima deydi? Anaqalarda choponlarni qavish uchun va o'sha yozuvlarni yozish uchun ham juda ko'plab insonlar xarid qilishyapti. Bizda sifatli yaxshi mahsulotlar borligi uchun aynan siz uchun deb boshladik ushbu videomizni. Mana bu tomonda bu eslatib o'taman, bir galovkalisi mana hozir davom etyapti. Bu tomonda qanchalik darajada, necha sekund, qancha vaqtda tayyor bo'lishi hamma uni ko'rsatib turadi. Bu endi eksklyuzivniy eski tikuv mashinalarimizdan hozir bular ancha o'zgarib ketgan va bizda hozirgi kunda o'zimizda ishlab chiqarilayotgan Asmo brend asosida termopresslar 20x20, 40x60 va mana bunga o'xshagan razmerdagilari bor. Bularda boshqalardan farqi aynan qizish doskasi qalinligi uchun bozordagi arzon mahsulotlardan farq qiladi. Ko'rib turganingizdek, showroomimizda juda ham odam ko'p. Hamma tadbirkorlar va ushbu tekstil sohasiga qiziqqan insonlar barchalari shu yerda. Bundan tashqari mana bu tomonda termopresslarimizni suriladigan, yana ham osonroqlari ham chiqqan. Ya'ni bu hammaga o'xshab turib, o'ng tomonga, chap tomonga surib foydalansangiz ham bo'ladi. Dazmolxon, ya'ni vakuumli stol, gladilniy deyiladi. Bundan ham bor. Keyin juda ko'pchiligiga qiziq bo'lgan mana bunga o'xshagan mahsulotlarni ishlab chiqaradigan ko'rayotgan bo'lsangiz, bu jemchug va dur toshlarni qoqadigan apparatimiz. Bu bitta mashinkani o'zida o'sha Swarovski toshlarni hozirgi kunda moda bo'lgan yopishtirib ketadi. Undan tashqari jemchugni alohida ikkita olmasda bittasini o'zi. Dva v одном degani. Bu narsa endi juda ko'pchiligi qiziq. Buni videolarni ham ko'rgansiz. Asosan qiladigan ishi mayda toshlarni yig'ib, mana bunga o'xshagan yopishtirishga tayyorlab beradi. Buni o'zini maxsus plyonkasiga yopishtiriladi va termopress orqali yopishtirilib, matolarga joylashtiriladi. Toshlari, hamma narsalarni mana bunga o'xshagan toshlarni terib ichiga joylashtiradi-da, shu vakuum orqali ketadi. Mana bu tomonda endi termopresslarimizni kattalashgan gidravlika variantlari, bu havo bosimi orqali ishlaydi. Bundan tashqari razmeri, zakazi kattaroq, kichikroq bo'ladigan bo'lsa ham zakaz bersangiz, ularni ham chiqarib berilaveradi. Bizda aynan o'zimizni yo'nalishimiz emas, klientning xohishi bo'yicha ham qilamiz, bitkazamiz. Va biz tinmaymiz, to'xtamaymiz degandek, o'zimizni shu Asmo korxonamizda temir betonlar ham ishlab chiqariladi. Ichiga qo'yiladigan armaturalarimiz, mana bunga o'xshagan o'sha lombozda o'rnida ishlatiladigan plitalar, penobloklar, stalbalar, hamma narsalarimiz bor. Bu tomonda mana Asmo brendiga oid o'sha temirlarni kesadigan, yo'qmasam boshqa narsalarga bezak berish uchun foydalanadigan toshlarimiz, elektrodlar. Elektrodlarning ham sifatlari hamma yo'g'i yaxshi va O'zbekistondagi o'sha UzAvtoga biz ehtiyot qismlarni ham yetkazib beramiz. Nimasini yetkazib beriladi deyilganlarga mana ehtiyot qismida ichiga qo'yiladigan ehtiyot zapchaslari, LED lampochkalari va hozirgi kunda juda ko'pchiligi qiziq bo'lgan mashinani farasini qo'yilganda ozgina harakatlanib 1 yilda yo'qsa 6 oyda parlanib qoldi deb ko'pchilik mashinani oladida farasini ochib ich tomonini germetiklab yana qo'yib beradi. Nimadanligini lekin ko'pchilik bilmaydi. Foydali video o'tsam ham bo'ladi. Bu yerda o'zini har bittasini mana bunga o'xshagan mana havo o'tkazadigan, ya'ni filtri bor. Ushbu filtr sizga ko'rsataman. Havoni o'tkazadi, lekin suvni o'tkazmaydi. Qarang. Ko'rdingizmi? Havoni chiqaradi, lekin suvni ichkariga o'tkazmaydi. Ichkaridagi havoni bir xil qilib ushlab berganligi uchun bu faralarimiz bir xil ishlaydi. Bu ko'pchilik buni tushunmaydi. Aynan o'sha narsani mana biz o'zimizning korxonamizda ishlab chiqariladi. Har xil razmerda har xillari bor.
Mana bu tomonda endi iplarimiz va hozirgi kunda trendga aylangan juda ko'p magazinlarda, juda ko'p joylarda omborga tushish, mahsulotlarni qanchaligini ko'rgin, qaysi rangidan qoldi, nechtadan qoldi, qancha оборот bo'ldi deb ko'pchilik buxgalter ko'tarib boshqa qilib, xullas ertaga reviziya deydi, hali ishchilar ham zerikib ketadi. Bizda hozir uni yechimi bor. Xohlasangiz ruchnoy qo'lda ko'tarib yurib shuni skladga tushasizda, podvoy uyushtirib shuni pistoletga ko'rsatib qanaqa qilganingizda nechta astirka borligini ekranda ko'rsatadi va to'g'ridan to'g'ri o'zi monitorga jo'natadi. Undan tashqari mahsulotni xarid qilganingizdan keyin olib borib mana bu o'zini radio to'lqinli dastgohni oldiga olib kelganingizda o'sha maxsus chip bor. Chipdan xuddi radarga o'xshab turib jo'natadi va bu yerda qaysi rangi, qanaqa rangi, nimasi, nechta qoldi hamma yo'g'i chiqadi. Bu juda ham zo'r. Oxirgi avlodsi ham bo'ladi. Bundan tashqari do'stlar, mana bunga o'xshagan DTF plyonkalarimiz ham ishlab chiqariladi. Bu plyonkalarimiz hozirgi kunda juda urfga kirgan. Termopress orqali materiallarga yopishtiriladi. Materiallarga yopishtirilganda stirelkaga solinganda ham ko'chib ketmaydi. Ishlashlari juda ham yaxshi. Bunga ham kafolat beriladi. Endi hozir bozor iqtisodiyoti rosa o'sayotgan mahal, aynan shunga o'xshagan bejirim, rangli, 3D ko'rinishda ko'rinadigan mana bunaqa DTF plyonkalarni ishlab chiqarish ham bizni o'zimizni korxonamizda yo'lga qo'yilgan. Va mana bunga o'xshagan vishipka xizmatlarimiz ham bor. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, har xil yozuvlar. Bular albatta igna bilan, ip bilan tikiladi. Mana shivronlar, hamma yo'qlari bor. Mana bunga o'xshagan oyoq kiyimlarni betligi, mana bu joylar gullarini ham biz aynan uslubga hisobida tikib chiqarib beramiz. Hurmatli aziz do'stlar, yana ko'p narsalarimiz bor. Rezinka ishlab chiqarish yo'nalishi bo'yicha ham sexlarimiz bor. Ularni ham video davomida qo'yib sizlarga ko'rsatib boramiz. Asmo korxonamizni rezinka ishlab chiqarish sexidamiz. Ushbu seximizda hozir 10 dan ortiq ishlab chiqarish texnikalarimiz bor. Bu yerda rezinkalarimizni 1 santimetrdan hattoki 7 santimetrgacha qalinligi yoki enini aynan sizni zakazingiz bo'yicha ham chiqarib berilaveradi. Mana siz ko'rib turgan bo'lsangiz, juda ham chiroyli holatda, bozor standartiga javob beradigan darajada va ichiga qo'yilayotgan xom ashyolar ham xitoylik bizni hamkorlarimiz ham birgalikda mana ko'rib turganingizdek eng sifatli, eng yaxshisi. Bozorda salkam hammasi bilan raqobatlashsa ham bo'ladi desa ham bo'laveradi. Do'stlar, ushbu rezinka yo'nalishi bo'yicha qiziqadiganlar bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqasiz. Asmo korxonasida hozir konferensiya zalida xodimlar va rahbarlar o'rtasida konferensiya bo'lib o'tyapti. Biz sizlarga vishipka tikuv mashinalarini ko'rsatib o'tamiz. Bu bizni vishipka usluga qilinadigan xonamiz. Ushbu xonamizda hattoki O'zbekistonda yagona bo'lgan desam ham bo'laveradi. Mana 90 kallali vishipka tikuv mashinamiz bor. Bu aynan hozirgi kunda urfga kirgan o'sha choponlarni qavish yoki bo'lmasam o'sha Irina Tapskani betliklarini tikish uchun mo'ljallangan tikuv mashina. Buni ham zakazga Xitoy davlatidan olib keltirib beramiz. Ushbu vishipka tikuv mashinamizdan bizni korxonamizda ikkita joylashtirganmiz usluga uchun va zakazga ham olib keltirib beramiz. Bu tomonda Asmo brendida o'sha Xitoy davlatidan ishlab chiqarilgan tikuv mashinamiz, vishipka tikuv mashinamiz 12 kallali, har bitta kallasini orasi, ya'ni golovka oralig'i 40 sm, doskasi 90 standart razmer. Hozir bu ovoz balandligi uchun video chiroyli chiqsin degan maqsadda o'chirib turgandim. Mana yoqaman. Ishladi. Mana bu yerdan o'chirsangiz ham bo'ladi. Xuddi shunga o'xshab. Bular endi 12 kallali. Mana bu tomonda biz avval foydalangan, avval ishlatgan tikuv mashinalarimiz 40 tali, 60 kallali, xuddi shunga o'xshagan vishipka tikuv mashinalarimiz bor. Agarda siz vishipka yo'nalishi bo'yicha qanaqadir savollar, takliflar bo'lsa yoki xarid qilmoqchi bo'lsangiz ham telefon raqamlariga telefon qilsangiz bo'ladi. YouTube kanalidan oldin Nurullo Ro'ziboyev aytgan video bo'yicha chiqyapman desa, sizga yana ham chegirmalar qilib berishadi.
Manzilni eslatib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent shahar Zangiota tumanida. Sizlarga foydali videolarni tayyorlashda davom etamiz va Asmo korxonasida kutib qolamiz do'stlar.